Hop, barchamizga davom etamiz. Namangan shahar Zarqin ko'piri Bilol oshxona yo'l bo'yida turibman. Hop. Endi o'zag'ini obzor qilib yurg'izamiz. Bo'pti. Endi boshladim. Endi keldim. Ya. Endi ichkariga kiraman. O'shani beydan boshladim. Ha, bo'pti, hop. Hop, narigi betga o'tamiz. Yo'l qoida moshina o'tkazib, ina shoshilma o'taman. Ana yagona non. Yo'l narigi bet yagona non. Shuni nonlarni olib ketsam, mana nonlarni barakasini bersin. Nonlarni barakasini bersin. Har xil patirlar bor, har xil nonlar bor. Mana yagona non. Yo'l narigi bet Bilol oshxonaga o'taman. Hop. Shortli Sadda Chorsuga qarab ketadigan yo'l. Kardiologiya Prezga qarab ketadigan yo'l. Bilol oshxona, Stiker savdo do'koni. Endi esa Rahmatli osh markazi ketdim-a. Devzira Lazir O'zbegim. Mana 5 qozon. Ha, taniysizaman bolani. Davudxon. Boshlar qayerda? Hamma o'qishdi. 5 qozon, Rahmatli osh markaz 5 qozon ayting. Bo'ldi. Sizam Akramov videoni yo'qing, men ham chiqay. Bo'ldi, oladi oldi. Bo'ldi, oldi mana. O, ustidan tanishtiring mana. Mana hozir azam moy tanishtiring. Lazir osh, mol go'sht, qo'y go'sht oralash to'rg'amchidan. Go'shtlar ham qozon ichida ba'lab turibdi. Go'shtlar ham jayrab turibdi. Azam ondan o'tirganingcha. Mana azam mashina kuzataman. To'y qilsangiz azam moy bo'lib osh qiladi hozir aytib mana. To'yga mashina bo'lsa kelaman deb so'z berdim. Ha, sen to'y qilsangiz azam moy oshimiz qilar edi. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Ha, shunday. Endi ag'inam. Ko'rsating, devzirani ko'rsating. Devzira qo'y go'sht, qo'y go'sht. Ha, shunday. Achchiq shirin oralash. Ha, shunday. Mana mesli go'shtlar mana, mesli. Mesli go'sht, esil go'sht, tayliq go'sht. Ha, shunday. Go'shtlar ham qozon ichida ba'lab turibdi. Ha, bobolar bolalar yo'q qo'ying. Ha, chiqadi hamma. Pepsi bor bo'lsa xursandman. Pepsi ichishni yaxshi ko'raman. Hop, salatlar davomi. Salat. Bodring pomidor. Neptka.
Nepitka. Mana barchamiz davom etamiz. Qishga tayyor qilinadi. Issiqxona bo'ladi, xudo xolasa. Nepitkalar. Har xil napitkalar. Ha, dumbalar. Jigar qo'zi xolosmi bag'da? Ha, qiyma anaqda ekan, ha. Mayli, kechib payt bo'lar edi. Rangi o'xsharkan, ajrata olmayman-da. Mana ada nima? Qaynatma, puri, sho'rva. Hop. Mana menuni oldim. Menu. Qo'rgan go'sham. Mana zapasni osh. Mana shunaqa. Mana nolla bor, nolla barakasini bersin. Mana naves qilindi, yomg'ir qor tushmaydi undan. Joylar o'zgargan. To'xtamadimi? Xariyat. Hop. Endi barchamizga davom etamiz. Kechki osh. Rahmat osh markazida Max dunyoda O'zbekistonda eng shirin osh Namangan shahar Zarka ko'prik Rahmat osh markazida. Hamma rayonli, butun rayonlar begam keladi. Andijon Farg'onadan Toshkentdan mehmonlar kelib Toshga. Oshi qimmat narsalar chechadi. Qimmat guruch, qimmat zaytun yo'q chechadi. Davleniya safar kasalini davolaydigan osh. Hop, mol qo'yini povurlar o'zi so'yishadi. Xonam ham povurga qarashali, ham mol so'yali. Bo'ldi, endi ag'ijotni bajarib tugatamiz. Bo'pti. Oldin bag'da salat bo'lganda-ki, mana go'shti. Ovqat narxini o'qib chiqamanmi? Bu ovqatlar narxi. To'rtta tuxumga 4 qo'yib qo'shaverasiz.
Qazi, bedana tuxum, jizza. Mana Yosixon roldalar, yurg'izdilar. Mana 5 qozon. Bedana tuxum bir dona, qolgani qazi. Hop. Bir kilo soldurayım mı bu kadar? Ya. Hiçbir ne aşağı? Kelinglar mehmonlar. Hamma oshga kelsin. Kim kelsa xursandman. Hop. Oldin beri shashlik bo'lgani o'nayga ko'chdi. Oldin Bag'dod qozoni bega ko'chdi. O'rin-o'rin almashdi. Aramni kimi sevgasiz siz? Rayhon Oqtepa lavash Epsanka bo'lgan. Nanayli. Qaraydi. Kecha to'y bo'ldi. Ha, ana. Uchirmading videosini obuna bosganingdan keyin Yo'q. yaxshi qilasan, YouTube'da tursin. Instagramga ham qo'ydim. Esdalik bo'ladi. Ko'plar Rayhonni sevadi. Ha. Mana odam bor ekan. Mana mesli go'sht, asl go'sht, taliq go'sht, qo'y go'sht. Qo'y yo'q ham. Go'shtlar qozonchida ba'lab turibdi. Gayram turibdi. Bye 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 bye. O'chirib yana yoqaman. O'z manada 14 minut allaqancha. Bo'ldi, shunaqa qilay. Yutgam sig'adi bahona. Hop, qaytaraman Zarkin Sneakers do'koni. Mana da Bilol oshxona. Ilgari Rahmatulloh bilan Hikmatulloh ishlashgan. Keyin orqa tomon Rahmatulloh osh markaziga ko'chishgan. O'tgan yil noyabr oxirgisida. Hop, Namangan shahar Zarkin Gubro Bilol oshxona yo'l bo'yida turibman. Orqa tomon Rahmatulloh osh markazi ham obzor qilib bo'ldim. Hozir o'chirib yana bajaramiz. Bo'pti.